Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, qo'chqorlarimizga e'tibor bering. Har bitta qaragan odamni ishqiboz bo'ladi bu qo'chqorlarni. Qaysi birini olsam ekan deb ikkilanib qolasiz. Chunki hammasi bir-biridan chiroyli. Bir-biridan ekstralari kelishgan. Mana qo'ymaydi, yashang. Mana shunday. Do'stlar, buni izidan Asror ikkinchi partiyaga 10 ta qo'zi qo'chqorlarimiz, ularni ham zo'rlari do'stlar, zo'rlari. Bular nima chora, panji? Bular aka xo'p, bittasi 2 tish, ikkitasi 4 tish, bittasi 6 tish. Ha, narchikadagi nimada? Bu 6 tish. Eng kattasi o'sha, bu yerda savlat to'kib turgani, kiyikdek bo'lib turgani. Bu mana shu ham qancha bu? Bu 4 tish aka. 4 tish, ha. Mana shunday do'stlar. Nima deydi? Dashi o'sha junlari ham olinmagan, ustiga biroz qolib ketgan. Mana o'zi to'laydigan variantlari deymiz-ku, mana shunday. Oxirida bitta qaychi tegirib olib qo'yish kerak edi, lekin umuman egasi menimcha qaychi tegirmagan. Mana, o 4 tish ekan. Ha, 4 tish, endi 4 tishga chiqqan. Savlatni qarang. Yashang, zo'r. O'shani aytaman-da, erta qo'zi tushishi jun sifati otaga to'g'ridan to'g'ri 99% otaga tortadi. Mana shu jihati. Mana buni qarang. Mana bu ham 4 tish dedingiz a? Mana shu olinmaganda mayli. Bu ham mana 4 tish, to'g'ri aytdingiz Asror. Lekin sifat. Sho'xligini qarang, yordam bering. Hozir bular sho'xlik qiladigan paytida, bularni masqan payti. Bular qarang, qo'yga qo'shiladigan paytgacha kim qanday bo'lib ketadi ular? Tarvayib, in yorib, juda semirib ketadi. Bitta sovutib olinadi, keyin qo'yga qo'shiladi. Iliga to'ldirib olinadi. Otni chopishga qanday tayyorlaysiz? Asror narxini ayting buni. Hozir kattani ko'rsatasiz. Kattasini ham ushlaysiz, mayli. Kattasini ham ushlab ko'rsatamiz. Mahkam bo'ling, kuch beradimi sizga? Ha, yashang. Bo'ladi. Kuch berish qiyin. Yaxshi. Bu 1 metr balandmi deyman, 1 metrdan, ha? 1 metr chiqmasa kerak. Chiqmaydimi? Turishi menga 1 metrdan baland ko'rinyapti. O'ldimi chiqmasa? Mana sho'q ekan o'zi. Va yaxshi ot tish ekan do'stlar. Mana 2 yil foydalanilgan, o'zi 2 yil to'liq foydalaniladi, bilasizlar. Keyin o'sha sotuvga qo'yiladi. Kuchini olgan joyida. Endi Asrorjon narxini qanchadan qilib berasiz? Asrorga? Ha. Bu bilan. Aha. Buni Ikkalasini 16 milliondan bo'lsa beraman aka. Qanchada? 16 milliondan bo'lsa. 16 milliondan. Ha, o kashtanni 14 million bo'lsa beraman. Mana buni? Kashtanni. Aha, bu kenjanichi munchoqlikda qanchaga? Qanchaga? 11 million. Demak, jun ustida ozroq qolgani 14 million shunaqami? Bu ikkita kattamizda, mana 14 ga uni berasiz. Mana bu ikkitani 16 milliondan bo'lsa, hammasi aytilgan narxlardan xayri savdosi bo'ladi. Ha. Do'stlar, o'zimdan mana so'rab yuribsizlar. Asror aka, yaxshisi chiqsa ayting deb. Men hammani eslab qola olmayman. Yugurganniki emas, buyurganniki. Akalar, mana shu qo'chqorlarga gazini bosasizlar. Xohlaganini yuragingiz urganiga do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana ketdik. Ikkinchi partiyani ko'rsatamiz bo'lsa. Ketdik do'stlar. Ikkinchi partiyaga do'stlar, mana ko'rganingizdek olovday yonib turadigan mashina zo'rlari. Do'stlar, izi bor albatta. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rganingizdek bir-biridan chiroyli, bir-biridan ko'hli, bir-biridan sifatli. Odam shoshib qoladi. Buni olsammi deb qaysini olishga ikkilanib qoladigan variantlaridan sizlarga chiqarib beryapmiz. Aslan, bular yoshiga to'ldimi? Yo'q, 11 oylik bo'ldi aka. 11 oylik bo'ldi. Endi qarangizlar, biz bolali qo'y chiqarganimizda aytamiz, akalar, mana olib qo'ying. 1 yilda sizga mana natija ko'rsatadi deb o'sha ona bola holatda aytamiz. Yo bo'lmasa bo'g'oz qo'ylarimizni chiqaryapmizda, mana akalar, olib qo'ylar. Ertaga qo'ysi sizga tekinga qoladi deb tushuncha beryapmiz, o'rgatyapmiz. Oddiy qo'y emas. Mana shunday qo'ylar deb aytamiz. O'sha qimmat deydiganga e'tibor bermang. U qimmat deydigan qo'y olmaydi ham, qo'y unaqa qo'yi yo'q uni. Prosta og'iz keladi. Tamom. Asror.
tishini bir ko'rsating-da buni. Bir endi ishonch hosil qilish uchun buni eplab bo'lmaydi-ku buni. Bu vashim-ku asror. Endi mana ko'zi tish ko'rinib turibdi. Eplab bo'lmaydi buni. O'shani ayting-da. Hozir bunday bu erta choriga chiqqandan keyin hozir ikki kishi buni siz ikki kishini nima qilyapti? Ertaga choriga chiqqandan keyin ikki kishiga kuch bermaydi. Dahshat. Yana birovni ushlang-da asror. 5 ta bu yerda. Mayli ushlamasangiz ham asror shunagina holat ko'rinib turibdi o'zi. Haqiqatan chidamli. Pishgan qo'zida, pishgan qo'zi erta qo'rada yotgan qo'zi emas. Ertaga charchab onasini emgan qo'zilarda mana bularda kelajagi bor. Mana bulardan qo'zi tushadi. Asrorjon, bularda sifatiga lekin gap yo'q. Bilasizlar, asror asosan mana shunday qo'ydi zo'rlarni chiqaradi. Nechdan beramiz bularni? Aka birinchi ushlaganim bor-ku. Aha. O'shani 12 millionga beraman. Xo'p. Qolgani 10 bilan tanlab olersiz. Birinchi ushlanganiga 12 million baho qo'yilyapti, qolganiga bir yag'idan 11 milliondan bo'lsa olaversin deyapti mana ukamiz, otdoshimiz. Mana shuni 12 dedingiz-a? Bu emas, bu emas. 11. Keyin do'stlar, mana asbobiga qarasalaringiz ham ko'pincha qo'chqorlarga bir zo'r qo'chqorlarni ko'rib qo'yasiz, ancha maydaroq bo'lib qoladi. Albatta sifat buzilgan bo'ladi. Qayerdadir nito bo'ladi. Qo'chqor tanlashda har bir jihatiga e'tibor berish juda muhim. Chunki to'g'ridan to'g'ri ertaga sperma qo'chqordan o'tgandan keyin qo'zini qanaqaligiga qarang. Shu qo'chqorlaringizga qarang, ertaga qo'zilaringizni shunday tasavvur qilavering. Shuning uchun mana shunaqalasini olaverasizlar. Olov haqiqatan zo'r. Suyak deysizmi, bo'y deysizmi, yosh jihatidan har taraflama yetuk narsa. Bo'ladi asrorjon. Izi bor buni, ha? Men to'g'ri aytdim, chunki qo'rada ko'rdim-da. Yashang do'stlar. Qo'llab-quvvatlab tarqatib qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.